U forma kiygan sharmanda. Sal o'zingni bosib ol. Mo'madonchi, sizmi? Moshina kelib oling. Sizmi siz? Kelib uribsiz moshina. Sababi nima? Moshina kelib uribsiz-ku. Sababi nima? Moshina kelib uribsiz-ku. Mana nima chiqib Moshina kelib uribsiz-ku, hurmatli fuqaro. Nima? Moshina kelib uribsiz dedi. Qani? Oling moshinani serga. Qayerga urdim? Chet oling moshinangizni. Qayerga urdim? Moshinadan chet bakiring. Qani mashina urgan? Ana. Qani? Ana. Qani urgan? Ana uribsiz. Qani? Ana Qani uribsiz? Chetga oling moshinani. Nima uchun urdim? Moshina chet bakiring. Qani bodi kamerangiz? Bodi kamera? Ha. Sizdan uzat so'ramayapman. Chetga oling moshinani. Ichki ishlar xodimining libosi bu yuk. Yukning ichida xalq manfaatlariga xizmat qilishdek mas'uliyat bor. Afsuski, bu yukni ko'tara olmasdan xizmat majburiyatlarini unutib qo'yayotganlar ham yo'q emas. Joriy yilning 18-noyabr kuni Buxoro viloyati Ramitan tumanida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot markazi inspektori kichik serjant Sayfiyev Nexia 2 avtomashinasida o'zidan oldinda harakatlanib kelib, svetoforning qizil ishorasida to'xtab turgan Equinox haydovchisidan yo'l berishini so'rab, avtomashina chiroqlarini bir necha bora o'chirib yoqadi. Kamiga Equinoxning old tomoniga o'tib olib, haydovchiga noo'rin ayb qo'yib, ya'ni transport vositasida avariya sodir etdingiz deya bodi kamerasiz va hech bir asossiz haydovchidan avtomashinasini yo'lning chetki qismiga olishini talab qiladi. U forma kiygan sharmanda. Sal o'zingni bosib ol. Shu xalq seni odam qilib turganini. Formani xalqqa o'dag'aylash uchun emas, xizmat qilish uchun kiyganingni esingdan chiqarma. Hozirda holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan kichik serjant Sayfiyevga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan bo'lib, tekshiruv natijalariga ko'ra holatga to'liq qonuniy baho beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.